Muhtaram Prezidentimiz biz yoshlarga, fermerlarga imkoniyat yaratib berganidan foydalanib, bizlar 5 gektar bog' qilib, mana olmalarni ekib, biz olmalarning orasiga kartika, pomidor shularni ekib, qishloqqa bozorga sifatli mahsulotlar chiqarib beryapmiz. O'zimizga ham yaxshi, xalqqa ham yaxshi. Prezidentga rahmat. Mana shuncha yoshlarga tadbirkorlik imkoniyat yaratib beryapti. Hokimiyat ham xabar turibdi. İşlerimiz yaxshi. Olmalar mana 5 yil, 6 yil bo'lyapti. Olmani ekkanimizga. Tonna olmalar nasib bo'lsa beramiz. Xalqqa ham, bozorga ham sifatli faqat ishlaymiz. Prezidentimizga rahmat mana. Tuman fermerlar kengashi mana shunday bog' dorchilik, g'allachilik, umuman chorvachilik fermerlari bilan hamkorlikda to'liq ishlar olib borilib, ularning barcha prezidentimiz tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli, samarali foydalanib, ularga ko'maklashib, ularning barcha shart-sharoitini yaratishga imkoniyat darajasida harakat qilyapmiz. Ilhom Olmazor fermer xo'jaligi kabi ko'p tarmoqli fermerlarni tumanimizda sohasini, sonini ko'paytirishga albatta harakat qilamiz. 20 yildan beri pilla boqyapman. Pilla boqib ham bo'lganimiz yo'q. Nevaralarimga, kelinlarimga ham o'rgatyapman. Pilla boqishni. Pillaning orqasidan ko'p daromad qildik. Shunchaga erishdik. Shunisiga ham ming shukr.